Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan tezkor avia. Bugun Toshkentdan uchadigan barcha havo yo'llarini reyslari bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, ungacha siz obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolar sizlar uchun manfaatli, foydali bo'ladi. Xo'p, Toshkentdan Vnukovaga uchadigan reys 3 vaqti 13:00 da uchadi, 15:10 ga Vnukova vaqti bilan borib qo'nadi. Ikkinchi reys 17:00 da uchadi, 19:20 ga Vnukova vaqtiga borib qo'nadi. Bagajli esa 2.800.000, bez bagaji 2.600.000 chiqadi. 32 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bo'ladi. Keyingisi Toshkentdan Domodedovaga uchadigan reys bo'ladi. Xo'p, 3 vaqti ertalabkisi 8:05 da uchadi, kechki reysi 19:20 da uchadi. Xo'p, buni bagajlisi ham bir xil 3 million chiqadi, 2.800.000 bez bagaji chiqadi. Keyingisi Toshkent Vladivostok reysi bo'ladi. 3 vaqti Toshkent vaqti bilan 7:00 da uchadi, 19:00 ga Vladivostok vaqti bilan borib qo'nadi. Bu primoy reys bo'ladi. O'zbekiston havo yo'llari 5.800.000 bagajli, 5.200.000 bez bagaji chiqadi. Bundan keyingisi Toshkentdan Novosibirga bo'ladi. 3 vaqti 20:00 da Toshkent vaqti bilan uchadi, 01:00 ga Novosibir vaqti bilan borib qo'nadi. 2.700.000 bagajlisi, 2.500.000 bez bagaji chiqadi. Xo'p, keyingisi Toshkentdan Sochiga 3 vaqti ertalab 7:00 da samolyot uchadi, 9:00 ga Sochi vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi 2.900.000, bez bagaji 2.700.000 chiqadi. Manzil Farg'ona shahar Tojmahal ro'parasida. Ekranda nomerlar aloqaga chiqaverasizlar. Masofa uzoq bo'lsa, onlayn biletlarni yozib beraveramiz. WhatsApp, Telegram postoyan ishlab turadi.